Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kamina kamtarin ko'z ojiz dastlabki ish faoliyatini boshladi. Soat 17dan 52 daqiqa o'tdi. Bugun soatimiz kamligi uchun 23:00 da efir yopilishi mumkin. Shuning uchun hurmatli obunachilar, bugun Yandexdan premiya ajratilgan. Ya'ni 12 ta zakaz uchun 81.353 so'm qiziqarli premiya. Nima deb o'ylaysizlar? Shu vaqtgacha 12 ta zakaz qila olarmikinman yoki yo'qmi? Shu menga ham qiziq bo'lyapti. 2 ta zakaz tushgan, 249 ming so'm bo'lgan. Birinchisi Lutfiy, birinchisi 9-kvartal, ikkinchisi Lutfiy ko'chaga. Hammasi bir-biriga yaqinligi uchun imkon qadar tezroq yurishga harakat qilaman. Hurmatli haydovchilar, bu yomg'irda iltimos yo'lingizni sekinroq haydashingizni so'rab qolar edim. Kamina ko'z ojiz dastlabki ish faoliyatini boshladi. Efir uzoq bo'lishiga qaramay, ish faoliyati davom etadi.